Assalomu alaykum hammaga, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun The Five Years'ni $135 ga tushadigan 100 minglik akkaunti haqida gapirib berib o'tmoqchiman. Xo'p, nimaga akkaunt bunchalik arzon? Birinchi navbatda bu akkaunt faqat O'zbekiston treyderlari uchun chiqarildi. Boshqa davlatlar uchun emas. Ya'ni boshqa любой davlatdan turib bu akkauntga olmoqchi bo'lsangiz ololmaysizlar. Xohlang Amerikada bo'ling, xohlang Turkiya, farqi yo'q. Buyuk Britaniyami, umuman boshqa davlatdan olish imkoniyati yo'q. O'zbekistondan olish uchun siz faqat O'zbekiston ichida bo'lishingiz kerak hamda VPN'ingiz yoniq bo'lmagan holatda bo'lishi shart. Bu birinchi sharti. Yana nimaga qanaqa qonun qoidalar o'zgarishlar bor? Bunda profitable day degan qonun qoidamiz yo'q. Ya'ni bir kunning o'zida o'tkazsangiz bo'ladi. Umumiy yo'qotishingiz 3% qilingan va profitable daysni olib tashlab payout cap'i, ya'ni maksimum chiqaradigan pulingizni chegaralab qo'ygan. Ya'ni 2000 gacha. Boshqa akkauntlarda xohlagan pulingizni chiqara olasiz. Bunda maksimum 2000 gacha chiqara olasiz. Ya'ni o'ziga yarasha plus minuslari bor va minuslari pluslarga qaraganda ham plus deb o'ylayman. Ya'ni minusi shu 3% umumiy yo'qotish, payout cap'i 2000, maksimum chiqara olishingiz. Boshqa anaqasi yo'q. Boshqa minusi yo'q deb o'ylayman. Xo'p, keling bir boshdan tanishtirib o'tib ketay. Birinchi navbatda bu Muso FX official Telegram kanalimizga kirib, ya'ni mana shu kanalga kiramiz. Bu kanalga kirib, mana bu linkni bosamiz. Mana bu 5 years закрепленный message ga yozib qo'yganman. Aynan mana bu, ya'ni pinned message da turibdi. Mana bu linkni bosasiz, linkni bosib kiriladi. Xo'p, bir yo'la Telegramdan chiqib ketay. Get funded qilamiz. Get funded qilingandan keyin sizni avtomatik mana bu saytga kiradi. Saytga kirganingizdan keyin sizda bu dashbordingiz turibdi. Bu yerda mana new order tugmasi turibdi. New order. Mana bu. Xo'p, bosasiz. Bu yerda CFD yoki futures. Futures temasiga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki CFD da ham, futures da ham payoutni qaytaradigan, ya'ni CFD da shunaqa ham to'lab bergan pulingizni qaytarardi. Lekin futures da ham sotib olgan pulingizni qaytarishyapti. Hozir bunga ham to'xtalamiz. Birinchi navbatda bunga yangi chiqqan akkauntimiz bizni qiziqtirayotgan o'sha $150 ga bo'lgan MetaTrader 5 ta ishlaydigan akkaunt. Xo'p, 100 minglik akkauntimiz $149. Select plan qilsak va bunga select plan qilingandan keyin sirasiz ma'lumotlaringizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Nomer, adres va payoutda ko'pchilikda muammo bo'layotgan ekan. Checkoutni bosib qilsanglar yaxshi. Checkout agar o'xshamasa boshqasini confirm. Asosan checkout qilib olayotgan bolalarniki yaxshi o'xshayapti. Xo'p, mana bu burchada order summary turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yerga Muso FX deb yozsanglar, $149 ham $135 ga, $134 ga aylanib qoladi. Mana $16 skidka bo'lyapti. $15 skidka bo'lyapti bundan ham. Ya'ni 100 minglik akkaunt sizga atigi $134 ga tushyapti xolos. Xo'p, qonun qoidalari. Birinchi etapda 10%, ikkinchi etapda 5% profit target qilishingiz kerak. Agar 10% ko'proq deydigan bo'lsanglar, ozgina, ya'ni $30 qimmatroq 8% bor. Ya'ni birinchi etap 8. Men tepadan o'zgartiryapman, qaranglar. Klassik yoki da oddiy. Klassikni bosib qo'ysanglar, mana birinchi etap 8% bo'ladi. Ya'ni 2% ham har qanday ertaroq o'tasiz. Ya'ni 2% ham ko'p holatda bilintirib qo'yishi mumkin. 179 likni siz adashmasam $161 ga bo'lsangiz bo'ladi. $161 ga tushar ekan mana. Xo'p. Ikkinchi etapi 5%, mana bu 10% ligimiz. Bu har 10% pul chiqarganingizda siz keyingi scale up bo'lib ketaverasiz. Ya'ni 100 minglik akkauntingizni sizni tekinga 125 mingga ko'tarib berishadi. Bu degani avtomatik mana bundagi daily lossingiz 3000 emasdi, 125 mingning 3% bo'ladi.
Mana bu yerda daily losses, max losses umumiy emasda 12,5 bo'ladi. Keyingisida 150 minglik akkauntga ko'tarilishingiz mumkin. 175 ming, 200 ming, 250 ming mana shunaqa qilib ko'tarib ketishingiz mumkin bunda ham. Umumiy yo'qotishingiz 3%, ya'ni siz agar mabodo 3% yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, akkauntingiz ketadi, ya'ni uxlaydi. Xo'p, bemalol xohlagan vaqtda o'tsangiz bo'ladi. Boya aytganimdek, menga eng yoqqan tarafi bu yerda profitable days yo'q. Ya'ni siz foydali kunlar sharti degan foydali kunlarni qilishim kerak degan shartni bajarmaysiz. Ya'ni bir kunning o'zida 2% ni shundoq riskka qo'yib, 1% mi 2% farqi yo'q. Xohlagancha risk qiling. O'sha riskingizni shundoq qo'yib, bir kunning o'zida o'ta oliyman deydigan bo'lsangiz, bemalol bir kunning o'zida o'tib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz birinchi etapdan, xohlasangiz ikkinchi etapdan. Xo'p, profitable days'ni ham gapirdim. Endi leverage 1/100. 1/1. Qolgan akkauntlar bilan qonun qoidasi 1/1. Faqatgina qonun sharti mana bu yerda daily loss'u 3% и profitable day yo'q. Prям idealda bu. Keyin consistency bor 50%. Fundedda, ya'ni siz $1000 qiling. $1000 qilganingizdan keyin siz o'sha $1000 dan ko'p bo'lmagan holatda pul qilib yuraversangiz farqi yo'q. Masalan, 5000 qilasizmi, 6000 qilasizmi, 10000 qilasizmi farqi yo'q. Aytaylik 5000 qildingiz. $1000 dan ko'p bo'lmagan holatda 14 kun ichida 5000 qilib qo'ydingiz. Ya'ni $900, $700 qilib 14 kun ichida 5000 qildingiz va siz maksimum 5000 dan $2000 necha olasiz. Qolgan 3000 ga nima bo'ladi? Qolgan 3000 ga aytaylik plus $2000 withdrawga berdingiz, ya'ni pul chiqarishga berdingiz, sizda $3000 qolyapti. Pul chiqargan kuningiz sразу pulingiz ketgandan, akkauntingizga ketgandan o'sha kuni yoki farqi yo'q, xohlagan kuningiz $250 ishlab qo'ysangiz, qolgan mana bu yoqdagi 3000 bor-ku, o'sha 3000 ni keyingi 14 kunda chiqarib olsangiz bo'ladi. Faqat 2000 ni uni ham. Chunki maksimum payout kelib bu 2000 deb yozib qo'yilgan. 10% esa bu yerda 10% qilishim kerak degan narsa emas. Ya'ni qaysi tekstni boshqa akkauntlarda ham, bu akkauntida ham 10% qilsamgina payout qila olaman degan narsa emas. Ya'ni 10% bu faqat sizni scale up, ya'ni keyingi akkauntingizni ko'tarishingiz uchun mumkin bo'lgan foiz. Uni qilmasangiz ham bemalol pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi bu sotib olgan pulingizni ham bemalol qaytarib ola olasiz. Faqat bu tarifida 3-marta payout qilganingizdan keyin qaytarib berishadi. Qolgan akkauntlarda esa sразу pulingizni qaytarib berishardi. Ya'ni mana bu 100 minglik boshqalarida bemalol qaytarib ola olasiz. Mana 100 ga, 50 ga, 25 ga. Xo'p, 50 ga ham bormi? Sotib olsam bo'ladimi? Sразу sotib olishga ruxsat bersa, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Chunki kuni kecha bitta o'rtog'im sразу 100 minglikni mana shuni tarifidan sotib oldi. Xo'p, qonun qoidalari tushunarli deb o'ylayman. Ya'ni 2000 payout berganingizdan keyin payoutingiz chiqib ketdi. Sразу siz minimum $250 miqdorida pul qiladigan bo'lsangiz, sразу ya'ni yana 14 kundan keyin, ya'ni payoutingiz kuni kelgandan keyin bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi qolgan pullaringizni ham. Prям idealniy taklif. Hozirgi vaqtda olib qolishni maslahat berardim. Sababi bu faqat O'zbekiston treyderlari uchun cheklangan miqdorda chiqarilyapti xolos. Ya'ni boshqa chiqarilmasligi mumkin. Sразу mana bu joydan bu anaqalar yo'qolib qolishi mumkin, обычный bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli bemalol данный momentda olib qolish kerak. Bemalol boshqa davlatdagi o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz bo'lsa so'rab ko'rishinglar mumkin, tekshirib ko'rishinglar mumkin. Ularda bu akkaunt chiqmaydi. Demak, bu haqida to'liq tushuntirib o'tib ketdim. Ham bitta narsa, mana bu yerdagi diskountni, ya'ni Muso FX kodini bemalol avval sotib olgan bo'lsangiz ham, mana Muso FX deb yozsangiz bo'ldi. Avval sotib olgan bo'lsangiz ham, yangi foydalanuvchi bo'lsangiz ham bemalol yozib, mana bu yerga apply kod qilib olsangiz, xohlagan akkauntingizga 10% dan 5% dan 10% gacha chegirma berishyapti. Bemalol kirib olishinglar mumkin. Bu ikki taraflama ham menimcha yaxshi taklif. Xo'p, endi mana futuresda ham pul qaytarilyaptimi degan savolga qaytariladigan bo'lsak, ha, futuresda ham 3 marta payout qilganingizdan keyin pulingiz qaytarilyapti. Ya'ni bu yerda
100 minglik, bu 50 minglik tarif. 50 minglik tarifda 50 minglik tarifingiz bu yerda 90 tak $100. Bosamiz. Futures uchun agar birinchi marta futures olayotgan bo'lsangiz 10%, ikkinchi marta olayotgan bo'lsangiz 5% bo'ladi. Xo'p, futures qonun-qoidalari 6%, 50kmiz 50klik holatiga max loss 2000, ya'ni 4%, profit split 80%. Aytgancha men bu boyagi 100 minglikda ham 100 minglik $150 100 ming bor edi. Unda ham profit splitimiz 80%, 80-20. Trailing stop loss EOD, consistency bunda faqat 40%. Futures bo'lganligi sababli bunda ham har 10% da scale bo'lib ketadi. Futuresda ham scale qilib beryapti, ham plus qaytarib beryapti. Menimcha hech qanaqangi futures kompaniya bunaqangi imkoniyatni sizga taqdim etmayapti. 100 minglikda ham 4%, 150 minglikda ham 4%. Bunaqangi nimani hech qaysi broker bermagan. 150 Любой bitta brokerga kirib, farqi yo'q, любой bitta futures brokerga kirib 100 minglik yoki 150 minglik akkauntni mana bu stop lossni tekshiringlar, 3% bo'ladi. Bunda 4%. 1% ham katta narsani anglatib qo'yadi. Ya'ni futuresda bilasizlar, o'zi futures bir etapli, lekin stop lossi 100 minglik olsangiz yo bo'lmasa 150 minglik olsangiz 3% qo'yishadi. Bunda 4%. Men ishlatadiganim 50 minglik va 50 minglikni maslahat bergan bo'lardim. Faqat o'zini platformasida ishlayapman. Xo'p. Yana nima bu yerda profit withdraw cap'i $2000, ya'ni $1,500 anaqa buffer zona qo'yishingiz kerak. Withdraw cap mana bu buffer zona minimum $1,500 qo'yishingiz kerak. Va bunda ham boya aytganimdek scale up bo'lib ketaveradi va scale up bo'lish jarayonida pulingiz sizga o'tib beradi. Ya'ni qolib ketgan pulingiz qolib ketavermaydi. Masalan, har 50 mingni qanchadir pul qilib qo'ydingiz, 2000 dan ziyod pul ishlab qo'ygansiz, lekin 2000 ni chiqaryapsiz. Qolib ketgan pulingiz mana bu anaqaga scale bo'lgan, keyingi bosqichga o'tgan, ya'ni mana bu 50 mingni 75 ming qiladigan bo'lsangiz, o'shani sizga ham bemalol o'tkazib beradi. Ya'ni pulingiz ularda qolib ketmaydi hech qanaqasiga. Keyingi 1-2 yillik davomida bular futuresni ham, CFD bozorini ham batamom egallaydi deb o'ylayman. Chunki bunaqangi taklif bilan, bunaqangi offerlar bilan menimcha boshqa brokerlar turib bera olmaydi. Menimcha hamma narsa tushunarli. Futuresdagi qonun-qoidalarni ham tushuntirib o'tib ketdim. CFDdagi buni qonun-qoidalarini ham tushuntirib o'tib ketdim. Hammaga omad. Bemalol Muso FX promo kodi bilan olsanglar bo'ladi. 10% gacha chegirmasi bor. Boya aytganimdek, birinchi marta olyapsizmi, ikkinchi marta olyapsizmi farqi yo'q. Yangitdan email ochib, agar boshqa olgan bo'lsangiz, yangitdan email ochib yana qaytadan registratsiya qilib o'tirishingiz shart emas. Endi bemalol promo kodni terib olsangiz bo'ladi. Sizlarga omad, hammamizga omadimizni bersin. Haftamiz xayrli bo'lsin va ishlarimiz rivojini bersin. Sizlar bilan Muso FX, charchamanglar, gaplashamiz.